Azizlarim, anor qonni ko'paytiradi. Men buni endi eshitdim. Anorda A, B, C vitaminlari bor, immunitetni oshiradi. Anorni iloji boricha ko'proq yeng, ayniqsa hozir anor mavsumi. Anorda yana eng kerakli narsa foliyavoya kislota bormish. Ovqatlanishdan 30 daqiqa oldin yarim stakan anor suvini ichsangiz, qonni ko'paytirishda juda ham katta yordam beradi. Dieta tutadigan qizlarimizga anor eng yaxshi meva, chunki anorda shira oz. U semirtirmaydi. Anor buyrak va siydik yo'llaridagi toshlarni tushirishda yordam berib, anorni nordoni ishtahani ochadi. Ovqat yemaydigan bolalarga anor bersangiz, ishtahasi ochiladi. Anorda ana shunaqa xususiyatlari bor ekan, do'stlarim, men buni bilmadim. Anorni mayli mevasi, uni po'chog'i ham odamning organizmiga juda ham katta foyda ekan. Po'chog'ini qaynatib ichsangiz, tinchlanib uxlaysiz. Qaynatib choy qilib damlab ichsangizda, undan keyin ichib ketishni oldini oladi. Qavziyati borlarga aslo mumkin emas. Anor yeyish ham, anorni po'chog'ini qaynatib, suvini choy qilib ichish ham qavziyati borlarga mumkin emas ekan. Anor haqidagi ma'lumotlarim shulardan iborat. Do'stlarim, menga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha hammalaring Allohimga omonatsizlar.